Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari, futbolsevar do'stlar. Siz Futbol fanatlari kanalidasiz. Sizlar uchun eng qiziqarli futbol ma'lumotlarini yetkazishda davom etamiz. Husanov ramziy terma jamoadan joy oldi. Abduqodir Husanov Angliya Liga Kubogining 1-2 final birinchi uchrashuvlari ramziy jamoasidan joy oldi. Husanovdan tashqari Manchester Citydan Max Alyan, Rayan Cherki va Antuan Semenen ham ushbu ro'yxatdan o'rin oldi. Eslatib o'tamiz, Angliya Liga Kubogining yarim finalida ilk bahsida Manchester City Newcastle-ni 2-0 hisobda mag'lub etgan edi. Hurmatli futbol fanatlari, sizlarga eslatib o'tamiz, ertaga U20 Olimpiya terma jamoamiz Xitoy olimpiyachilariga qarshi maydonga tushadi. Bu Toshkent vaqti bilan soat 16:30 da o'yinga start beriladi. Hammangizni bu o'yinni tomosha qilishga taklif qilamiz.